Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hammaga alangali salom. Chuvalchani oziqalanishdan bir yana videosyomka qilyapmiz. Yana baliqlar yo'q-a. Kelishini qaranglar baliq. Geliş başla. Sparkla chuvalchani topgan. Yem berib turganda shunaqa taqillatib urib tursalaring, o'rganadi. Yem kelyapti deydi. Уже kelish boshladi. Hozir qoni to'qroqligi kamroq keldi. Mana shu qorayib ketadi. Mana chuvalchang. Bismillahirrohmanirrohim. İş başla. Bu chilonlar cho'kadi. Pastdan yeb chiqyapti. Qaydan bilsak bo'ladi yeturgan degan savollar bo'lyapti. Chuvalchang bitta yedi, suv tagida bitta tepaga nafas olgani chiqadi. Mana ko'rishlar mumkin. Buncha chuvalchangni yetkazib bo'lmaydi-yu deganlarga bizda o'zimizda shuna Kaliforniya chuvalchanglarni yetishtiramiz. Shuni ajratib. Endi buni har kuni chuvalchang bilan boqib yetkazib bo'lmaydi. Ora-orada bular xursand qilib turamizda, desert. Oziqlanish. Xudo xolasa yaxshi. O'suv bo'lyapti baliqlar. Kundan kunga o'zgaryapti, xudo xolasa. Ko'proq videolarimiz chiqish uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Podpiska bosishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.